Nega men tuqqanman, lekin ikkinchi marta homilador bo'la olmayapman? Men kesar kesish yo'li bilan homiladorlikni tuqqanman. Muammo bor, buni hamma ham ahamiyat bermaydi. Tug'ib bo'lib ketadi-da, 15 kun, 20 kunlab temperatura qilib qaytib murojaat qiladi. Keservamni yaxshi qilmagan degan sabab keltirmaydi. Bachadon ichi polipi ham o'z-o'zidan homiladorlik bo'lishiga qarshilik ko'rsatuvchi faktorlardan biri hisoblanadi. Muhabbat Petrovna, bugun siz bilan ikkilamchi bepushtlik haqida gaplashsak bo'ladimi? Albatta. Bugungi kunda ikkilamchi bepushtlik juda ham ko'payib bormoqda. Ko'p holatlarda bizda er-xotin kelishadi-da, nega men tuqqanman, lekin ikkinchi marta homilador bo'la olmayapman. Turmushga chiqishim bilan darrov homilador bo'lganman. Mana endi 1 yildan buyon, 2 yildan buyon yo 4-5 yil, 6-7 yildan buyon harakat qilyapmiz, homiladorlik kuzatilmaydi deb shikoyat qilib kelishadi. Haqiqatan ham bugungi kunda ikkilamchi bepushtlik juda ham ko'payib bormoqda. Buni sababi bir nechta. Shulardan men 2-3tasini misol qilib olib kelib beraman. Birinchi sabablardan biri gormonal balansni o'zgarishi. To'g'ri, balki siz homiladorlik paytingizda gormonal balansda o'zgarish bo'lmagan, siz bemalol 2 qat bo'lgansiz, tuqqansiz. Tuqqandan keyin bolani emizikli davri o'tgan va ikkinchi bolaga harakat qilish boshlanishi bilan sizda natija kuzatilmayapti. Bunda gormonal fonda o'zgarish berishi mumkin. Chunki bizda tashqi ta'sirlar, yeb-ichib o'tirgan mahsulotlarimiz, ishlaydigan bo'lsak, ishimiz, jismoniy zo'riqish, emotsional zo'riqishlar, bular hammasi bizda xohlasak, xohlamasak gormonal fonimizga ta'sir ko'rsatadi. Yana bitta sababchi faktorlardan biri bu o'sha bemordan so'rab surishtirganimizda men kesar kesish yo'li bilan homiladorlikni tuqqanman deyish mumkin, bolamni tug'ganman deyish mumkin. Bugungi kunda bu juda ham ko'payib ketgan. Kesar kesish amaliyoti orqali tug'ish bu juda ham ko'p bo'lib ketgan. Bu amaliyotdan keyin qorin bo'shlig'ida chandiqli muammolarni o'tkazgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam tuxumdon kistasi yorilishi, tuxumdon kistasini buralib qolishi holatlari bilan ekstrenniy sharoitda operatsiya muolajalari o'tkazgan bo'lishi mumkin. Bular barchasi qorin ichi bo'shlig'i, kichik chanoq a'zolari chandiqli protsessini chaqiradi va ayrim holatlarda bachadon naylariga ta'sir qilib, bachadon naylarini o'tkazuvchanligini buzilishiga sabab bo'ladi va tuxumdonlar, ba'zi holatlarda tuxumdonlar chandiqlar orasida qolib ketib, buni bizni tilda izolyatsiya Yichnikov holatlari deydi. Shunaqa muammolar sabab bo'lishi mumkin ikkinchi martalab homilador bo'lmasligiga. Va yana bitta muammo bor, buni hamma ham ahamiyat bermaydi. Ba'zida ayollar tug'ganidan keyin qon ketib qolib, bachadon ichi tozalash holatlari kuzatiladi. Ba'zida tug'ib bo'lib ketadi-da, 15 kun, 20 kunlab temperatura qilib qaytib murojaat qiladi. Cho'ta meni tug'ganimdan keyin temperaturam tushmayapti, 38, 39, 40 temperatura qildim, doktor yordam bering deb kelish holatlari bo'ladi. Bunda ham o'zi qilib ko'rganlarida bachadon ichida qon va tozalash amaliyotlari bajariladi. Bu tozalash amaliyotlaridan keyin ayrim holatlarda bachadon ichi chandiqli protsessi yuzaga keladi, ya'ni buni sindrom Ashermana deb aytiladi. Bu ham ikkinchi marta homiladorlik kuzatilmasligiga sabab bo'luvchi faktor. Bu degani tuqqanimdan keyin doktor meni yaxshi tozalab qo'ymadi yoki bo'lmasam keserva yo'li bilan tuqqan bo'lsa, keservamni yaxshi qilmagan degan sabab keltirmaydi. Bu o'sha ayolni homiladorlik davrida bachadon ichida qanaqadir infeksiya o'tkazgani, bachadon infeksiya o'tkazgan paytida surunkali metroendometrit yoki bo'lmasam surunkali endometrit holatlari tufayli ayol kishi tuqqandan keyin mana bunaqa muammolar keltirib chiqaradi va uning hosilasi, natijasi sindrom Asherman, ya'ni bachadon ichi chandiqli holati hisoblanadi. Yana bitta katta muammolardan biri, boya aytib o'tganimdek,
gormonal o'zgarishlar tufayli ham homiladorlik yuzaga kelmaydi dedim. Va mana shu gormonal o'zgarishlarni hosilasi bachadon ichi polipi ham paydo bo'ladi. Bachadon ichi polipi ham o'z-o'zidan homiladorlik bo'lishiga qarshilik ko'rsatuvchi faktorlardan biri hisoblanadi. Bu xuddiki bachadon ichida yod tana turibdi va bu o'z-o'zidan homiladorlikni yuzaga kelmasligiga sabab bo'luvchi katta faktor hisoblanadi. Xuddiki biz mahalliy tilda bachadon ichida bizda spiral tursa homiladorlik yuzaga kelmaydi-ku. Polip ham xuddi shunaqa ta'sir ko'rsatadi. Men aytib ko'rgan faktorlar bu atigi xamir uchidan patir. Aslida ikkilamchi bepushtlikni sababchi omillari juda ham keng, juda ham ko'p. Buni albatta bemorimiz murojaat qilib kelish kerak. Biz ulardan anamnez yig'ishimiz kerak. Biz ularni ginekologik ko'ruv o'tkazishimiz kerak. Ginekologik statuslarini baholashimiz kerak. Gormonal statuslarini baholashimiz kerak. Barchasini tekshirishimiz kerak va tashxis qo'yishimiz kerak. Tashxis qo'yishimiz bu bizda kasallikni 60%ni biz davolaganimiz hisoblanadi. Ya'ni 60%ni yengib o'tganimiz hisoblanadi va tashxisdan keyin biz davolash metodini tanlaymiz. Bemorga operativ muolaja kerakmi? Bemorga gormonalni o'zgarishiga qarab turib davo chora tadbirini o'tkazish kerakmi? Bemorga gistererektoskopiya amaliyotini o'tkazish kerakmi? Bemorga laparoskopiya amaliyotini o'tkazishimiz kerakmi? Biz buni tashxis qo'yib bo'lganimizdan keyingina biz davolash yo'lini tanlaymiz. Agarda sizni ikkilamchi bepushtlik bezovta qilayotgan bo'lsa, biz sizlarni Chilonzorda joylashgan Pregnamed klinikasida kutib qolamiz. Muammoyingizni birgalikda yengamiz.